To'g'ridan to'g'ri egalaridan navbatdagi Cobalt avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, 4-pays avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 27 000 kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya propan оборудованияsi o'rnatilgan, tabletka balon, zapaska balon o'rnida. Mashinaning kraskalari 100% toza, kraska umuman hech qaysi detaliga tegmagan, balonlar ham o'ziniki, faqat bitta aybi bor, u ham bo'lsa tog'orasi. Nijniy udar bo'lgani uchun tog'orani yarmi ishlangan, bagajga, krылolariga kraska tegmagan. Mana ko'rishingiz mumkin, tog'orani yarmi ishlov berilgan. Yarmi, qolgan joyi butun. Salonlar matbuot holatda turibdi, eskiroq chexol poliga bor, video registrator o'rnatilgan, o'zining shtatniy pultida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10.900. Telefon raqamlarini video ostida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishingizni esdan chiqarmaymiz. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, bundan ham ko'proq mashinalarni qo'yib boramiz.